Polşa Şərq Türkistandakı bir moda layihələri şirkətinin direktoru İsmail Qayyum 2021 yılı Uyğur ənənəvi kiyim-kechak layihələgən və işləp çıxarğanlığı üçün nahaq qolğa elinğan. Uyğur fəaliyyətçi Abduvali Ayubning ijtimoiy aloqalarida qilgan uchuri qaraganda moda şirketining qurg'uvchisi İsmail Şinjan Universiteti qonun fakultetini bitirgan. Bu şirket usulchilar, naqshchilar va muzikantlar uchun Uyğur ənənəvi kiyimlarini layihəlab ishlab chiqargan. Xalqaro kechirim tashkiloti e'lon qilgan eng yangi kishilik huquq dokladida Xitoyni Sharq Turkiston va Tibetdagi millatlarni bostirishni to'xtatishga chaqirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti 28 mart 2022-2023 yilda xalqaro kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi yillik dokladini e'lon qilgan bo'lib, 411 betlik dokladda dunyodagi 152 davlatning kishilik huquq vaziyati baholab chiqilgan. Dokladda Xitoy rejimining kishilik huquq qo'g'duvchilari, faoliyatchilari va diniy yetakchilarni davomli qo'lga olganligi va xohlagancha tutib turganligi, Sharq Turkiston va Tibetlik millatlarni davomli bostirib kelganligi o'ttirib qo'yilgan. Dokladda yana Xitoyning kishilik huquqni hurmatlash va qo'g'dash tadbirlarini qo'llanib, Sharq Turkiston va Tibetlik millatlarni bostirishni to'xtatishga chaqirgan. Yaponiya hukumati atiyazda Xitoyga 23 xil ilg'or yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalarining eksportini cheklashga boshlaydiganligini e'lon qildi. Yangi belgilama bilan hukumat Xitoyga eksport kontrolligidagi yerim o'tkazgich ishlab chiqarish materiallari tizimligini texnik kengaytirdi. Tokyo Elektron, Nikon va SML Pay Control shirkati qatorliq shirkatlar ishlab chiqargan oliy darajalik yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uskunalarining Xitoyga eksport qilinishi cheklanadi. Saudiya Arabiston Padişahligi hukumat kabineti 29 mart kuni Saudiya Arabistonning Shanxay hamkorlik tashkilotiga dialog sheriki salohiyati bilan kirishini ma'qullaydigan bir qarornomani rasmiy tasdiqlagan. Mazkur xabarni Saudiya Arabistonning davlatlik xabar agentligi SPI tarqatgan. Ma'lum bo'lishicha, dialog sheriki Xitoy boshchiligidagi bu tashkilotga kirishning oldingi qadami bo'lib, Saudiya Arabiston yilning o'ttirlarida rasmiy holda a'zo bo'lib kirdi ekan. Xitoyda Amerikaning mikro o'zak ishlab chiqaruvchi shirkati bo'lgan Mikro Texnikasi qarata tor bexatarlik tekshirishining boshlanganligi xabar qilindi. Xitoy tor bexatarlik idorasi tor bexatarlikni tekshirish ishxonasi bu vaqtda mundaq dedi. Bu tekshirish muhim uchur aslihalar ta'minlash zanjiri bexatarlikni qo'g'dash va mas'ul bor mahsulotlarning tor bexatarlik xavfining oldini olishni maqsad qiladi. Kreml bayonotchisi Dmitry Peskov Xitoyning Ukraina masalasini hal qilish planidagi bir qism modullarning Ukraina tarafining maydoni sababidan yo'l qo'yilmaydiganligini bildirdi. Peskov axborot e'lon qilish yig'inida bu yerda Ukraina taraf rahbarlariga va qo'mondonlarga bo'ysunmaslikning mumkinchiligi bilan munosabatli bo'lgan bir qism omillar bor. Bu qo'mondonlar Kiyevda emas, urushning davomlashishida ching turdi dedi.